Cristiano Ronaldoning o'g'li yashirin qiz do'stga ega va hatto oilasi ham uning kimligini bilmaydi. Barcha shu yillar davomida biz Cristiano Juniorni faqat mashg'ulot videolari va Ronaldo bilan sayohatlari orqali bilamiz. Lekin hech kim 15 yoshli bolaning qiz do'stiga e'tibor bermadi. O'gay onasi Georgina Rodriguez Netflixda chiqib, hammaga Juniorning allaqachon qiz do'sti borligini aytdi. Lekin mana, asl burilish shu yerda. U o'zi qizning kimligini umuman bilmaydi. Georgina rasman bu sirli qiz bilan uchrashib, rozilik berishi kerakligini aytdi. Lekin Junior hech kimga bir og'iz ham gapirmaydi. Bu bola otasidan ham sirliroq. Lekin to'xtang, voqea shu bilan tugamaydi. Junior Delina Suarezga jinnidek oshiq bo'lgani haqida mishmishlar tarqala boshladi. Ha, Lionel Messining eng yaqin do'sti Luis Suarezning qizi. Ronaldoning o'g'li Messining eng yaqin do'stining qizi bilan uchrashayotganini tasavvur qila olasizmi? Qanday qilib ishlar chigallashdi? Junior Saudiya Arabistonida, Delina esa Amerikada yashashiga qaramay, ularning birga suratlari paydo bo'ldi. Keyin